Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, dasturimiz obunachilari. Bugungi darsimizda CSS ni media haqida gaplashamiz. CSS dagi media mavzusini o'tamiz. Hop, media mavzusi bu juda ham muhim bo'lgan mavzu hisoblanadi. Ya'ni saytimizni moslashuvchanligini boshqarish. Ya'ni nimaga moslashtirishimiz kerak saytimizni? Deylik, sayt yozib chiqdik. Bu saytimizga foydalanuvchilar har xil qurilmalardan kirib ko'rishligi mumkin bo'ladi. Masalan, kimdir saytimizga telefon orqali kiradi, kimdir saytimizga planshet orqali, yana kimdir notebook orqali, yana kimdir katta monitorlar orqali kirishi ham mumkin. Mana shu paytda saytimiz ana shu qurilmaga moslashib olishligi kerak bo'ladi. Ya'ni CSS da shu qurilmaga moslashtirishimiz kerak bo'ladi saytimizni. Deylik, telefonda boshqacha ko'rinishda bo'ladi, planshetdan kirganimizda saytimiz boshqacha ko'rinishda ko'rinishi kerak. Notebookda kirganimizda boshqacha ko'rinishda, katta monitorlarda ko'rsatilgan paytda saytimiz umuman boshqacha ko'rinishda bo'lishligi kerak bo'ladi. Mana shuni turli xil qurilmalarga moslashtirish deyiladi. Ya'ni moslashuvchanlik deyiladi. Xo'p, demak, buni boshlashdan oldin razmerlar haqida gaplashamiz. Ya'ni qaysi razmerdan boshlab telefon razmeri boshlanadi, qaysi razmerdan boshlab planshetni razmeri, qaysidan notebook razmeri va qaysidan katta monitorlarning razmeri boshlanadi. Xo'p, mana bu yerda bizda link bilan index.css faylni ochib olganman va mana shu faylimizni Xo'p, mana bu yerda ma'lumot uchun yozib qo'ydim. Xo'p, telefonlarning razmeri 768 pikseldan pastda bo'lganda, ya'ni ekranimizni, ya'ni brauzerimizni kengligi 768 dan pastda bo'lgan paytda, demak bu telefonlar razmerida hisoblanadi ekran. Agar ekranimiz razmeri 768 dan balandda-yu, lekin 992 dan pastda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 768 hamda 992 piksellarning orasida bo'ladigan bo'lsa, ekranimizning kengligi, demak bu planshetning razmeri hisoblanadi. Ya'ni bu degani planshetdan kirildi degani. Xo'p, keyingisi 992 bilan 1200 piksellar oralig'ida bo'ladigan bo'lsa ekranimizning kengligi, demak bu notebookga kengligida bo'ladi. Ya'ni notebookdan kirilganligini bildiradi saytimizga. Xo'p, demak, 1200 pikseldan yuqorisi esa katta monitorlarning razmeri hisoblanadi. Mana shu razmerlarga qarab turib biz saytimizni CSS da moslashtiramiz. Ya'ni ekranimizning kengligi 768 dan pastda bo'lgan paytda telefonlarga moslashib ko'rinsin deymiz elementlarimiz. Agar 768 dan yuqori, 992 dan pastda bo'ladigan bo'lsa, demak planshetga moslashtiramiz saytimizni. Agar 992 dan katta va 1200 dan pastda bo'ladigan bo'lsa, mana shu ikkita son oralig'ida bo'ladigan bo'lsa ekranimizning kengligi, demak bu notebook uchun moslashtirish kerak bo'lgan razmerlar hisoblanadi. Agar 1200 dan baland bo'ladigan bo'lsa, bu katta monitorlar uchun moslashtirilishi kerak bo'lgan o'lcham hisoblanadi. Xo'p, buni men hozir komment qilib qo'yganman, ishlamaydi. Ma'lumot uchun yozib qo'ydim. Endi CSS da yozishimiz kerak bo'ladi. Har xil o'lchamlarni CSS da razmerlarni biz mana bunday holatda tutib olishligimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, yozamiz. Media. Bundan keyin joy tashab qaus ochib yopamiz va jingalak qaus ochib yopamiz yana. Xo'p, endi mana bu qausning orasida men yozishligim kerak bo'ladi. Max width deyman. Maximum width degani bu 0 dan boshlab hisoblanadi. Ya'ni max width bu 0 dan boshlab nechadir pikselgacha degani. Ya'ni maksimum 768 pikselgacha bo'lgan paytda 0 dan boshlab. Hop. Umuman olganda, boshqacha qilib aytganda 768 dan pastda degan ma'noni ham deb tushuntirsa ham bo'ladi. Max width, ya'ni 768 dan pastda. Xo'p, endi 768 dan pastda bo'lgan paytda biz mana bu yerda gaplashdik. Demak, bizning ekranimiz telefon dan kirgan bo'lamiz. Ya'ni telefonning ekraniga moslashtirishimiz kerak bo'ladi mana shu joyda. Xo'p, endi mana bu yerga biz CSS larimizni yozishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda yozilgan CSS
qachonki telefondan kirganimizda, ya'ni ekranimizni kengligi 768 dan past bo'lgan paytda mana shu yerda yozilgan CSS da ishlaydi. Xo'p, endi yana bitta CSS yozamiz. Buni copyright qilib tashlayman bu yerga. Bu boshqa CSS. Endi bu yerga minimum width deyman. Minimum width. Ya'ni max width bu pastdan boshlab 768 gacha degan ma'noni bildirardi. Ya'ni 0 dan boshlab 768 gacha. Ya'ni boshqacha qilib aytganda 768 dan pastda degan ma'noni bildirardi. Hop, minimum width esa buni teskarisi. Ya'ni 768 dan tepasi degani. 768 dan yuqorisi bo'lgan paytda 768 dan yuqorisi bo'lgan paytda hop, mana bu yerga CSS yozamiz. Ya'ni 768 dan yuqorisi bizda hozir mana bu yerda yozgan edik. 768 dan yuqorisi bu planshet edi. 992 bilan orasi. 768 dan yuqorisi bu planshet. Hop, endi notebookga yozamiz. Notebookimiz esa, ya'ni minimum width deyman. Ya'ni 992 dan balandda. 992 dan balandda bu notebook versiya hisoblanadi. Notebook ekrani va notebook ekraniga teng bo'lgan paytda ekranimizning kengligi mana bu yerdagi CSS la ishlaydi. Bu yerdagi ishlamaydi. Bu yerdagi ham ishlamaydi. Faqat mana shu ekranga mos bo'lgan mediani ichidagi ekranning kengligiga mos bo'lgan mediani ichidagi CSS la ishlaydi. Mana bu yerdagi CSS la esa ishlamay qoladi. Telefondan kirganimizda esa mana bu yerdagi CSS la ishlaydi. Bu yerga yozadigan, bu ikkitasidagi esa ishlamaydi. Agar planshetdan kiradigan bo'lsak, mana bu joydagi yoziladigan CSS la ishlaydi. Bu ikkitasidagi esa ishlamaydi. Xo'p, endi biz hozir 992 dan tepasini yozdik, ya'ni notebook uchun. Xo'p, endi mana bu yerda yana yozamiz. Buni min deyman, ya'ni 1200 pikseldan yuqorisi degani. 1200 pikseldan yuqorisi bu yuqorida aytib o'tdik. Mana katta monitorlarni razmeri hisoblanadi ekranini. Xo'p, katta monitorlardan kirganimizda esa mana bu yerda yoziladigan CSS la ishlaydi. Mana bu qolganlaridagi CSS la ishlashni to'xtaydi. Xo'p, demak bizda hozir o'lchamlarni yozib oldik 4 ta qurilmamizga. Xo'p, endi esa shularning orasiga CSS larni yozib ketsak bo'ladi. Xo'p, endi bitta savol tug'iladi. Mana bu media, ya'ni minimum width, maximum width 768 dan baland bo'lgan paytda yoki pastda bo'lgan paytda CSS qanaqa qilib aniqlaydi? Ya'ni ekranning kengligini CSS qanaqa qilib aniqlashi mumkin? Hop, bunga yordam beruvchi bitta HTML tagimiz bor. Bu HTML tagimizni yozmasimizdan turib, mana bu medialarimiz ishlamaydi. Ya'ni bu CSS o'zidan o'zi brauzerni ekranini kengligini aniqlay olmaydi. O'zidan o'zi aniqlay olmaydi. Buning uchun HTML da tag yozamiz. Mana head tag orasiga yozamiz. Chunki head tag orasiga yozilishligining sababi head tag faqat brauzer uchun kerakli bo'ladigan taglar foydalanuvchi uchun ko'rinmaydigan, lekin brauzer uchun axborot berib turadigan, qandaydir bir ma'lumot uzatib turadigan taglarni joylashtiramiz. Foydalanuvchiga ko'rinadigan taglarni esa mana bu body ichiga yozamiz. Xo'p, demak bizga hozir brauzer uchun kerak bo'ladigan, ya'ni brauzer uchun ma'lumot uzatib turadigan, ma'lumot berib turadigan tag yozamiz. Bu tagimizning nomi meta. Tabni bosaman. Xo'p, bundan keyin esa bizga cursor kerak emas. Bizga name atribut kerak. Atributga viewport deyman. Xo'p, bundan keyin esa viewport nima degani? Viewport bu brauzerimizni oynasini viewport deyiladi. Xo'p, mana shu oynamizni ochib olamiz hozir HTML sahifamizni. Xo'p, mana ko'rdik, HTML sahifamizni ochib oldik. Endi buni konsolni ochib olamiz. Mana bu oynani yon tomonga. Xo'p, brauzerning oynasini viewport deydi. Ya'ni mana bu foydalanuvchiga ko'rinadigan qismini
brauzeri foydalanuvchiga ko'rinadigan qismi viewport deydi. Mana shu joydan, mana shu chiziqdan bu yog'i. Mana bu joyni viewport deydi. Mana bu joyni emas. Mana shuni viewport deydi. Hozir viewport deb yozib oldik. Undan keyin esa content deymiz. Content. Hop, width. Width barobar device width. Device width. Ya'ni mana bu width barobar dedik device widthga. Ya'ni kenglik nimani kengligiga teng bo'ladi? Qurilmani kengligi. Ya'ni biz qaysi qurilmadan turib kirgan bo'lsak saytga, ana shu qurilmamizni ekranini kengligi mana bu widthga teng bo'ladi. Hop, endi esa virgul hop initial scale deymiz. Initial scale barobar, ya'ni boshlang'ich hajm, ekranning boshlang'ich hajmi 1 barobar, ya'ni o'zini hajmida ko'rinishligi kerak bo'ladi dedik. Xo'p, endi esa mana shu tag orqali CSSimiz qurilmani kengligini aniqlay oladi. Ya'ni mana bu tag bizga qurilmani kengligini aniqlab beradi, ekranning kengligini deylik. Telefondan kirgan bo'lsak, mana bu width device widthga teng bo'ladi. Device width misol uchun telefon bo'ladigan bo'lsa, uni kengligi 768 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, ya'ni telefondan kirilgan bo'lsa, demak mana bu width 768 dan kichkina bitta songa teng bo'ladi. Va mana bu CSSimiz ham widthni ana shu meta tagdagi widthdan olib solishtirib ketaveradi. Width agar 768 dan kichkina bo'lganda mana bu CSSlar ishlashni boshlaydi. Bu yerdagilar emas. Xo'p, endi yozib bo'ldik. Endi esa bitta tag ochib olamiz. Body ichida uni div deb nomlaymiz va ichida lorem deb turib tekst yozamiz. Lorem degan tekst yozamiz ko'pgina. Lorem. Xullas juda ham uzun bir tekst yozib oldik div tagimizni ichiga. Hozir bu div tagimizni qisqartirib qo'yishligimiz ham mumkin. Ichini ko'rsatmaydigan qilib. Xo'p, endi esa saytimizga o'tamiz va brauzerni yangilaymiz. Ko'rib turibsiz, mana tekstimiz paydo bo'ldi. Endi shu tekstimizni biz ustunlarga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Deylik, shu bir maqolani kontenti deylik, ya'ni maqolani to'liq maqola deylik. Shu maqola katta monitorlarda deylik 4 ga bo'lingan holatda ko'rinsin. Ya'ni mana shu matnimiz 4 ta ustunga bo'lingan holatda ko'rinsin deymiz. Katta monitorlarda. Xo'p, endi bu yerda katta monitor